kun barchaga xayrli bo'lsin. Salomatmisizlar? Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, qadrli qarindoshlar, xola, doyi, amma, xullas hamma Madaminovlar va ularni hurmat qilib bugungi shodiyona to'yiga kelin qizlar, kelin salomlarga yig'ilgan umr azizlar, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. To'ylar sizga, bizga, barchamizga muborak bo'lsin. Bugun dildan sevinib, quvonib, 7 mahallaga ovoza qilib to'ylar boshlagan, nevara to'ylarni ko'rib, shu to'ylarda bosh qosh bo'lib, nevara kelinlarni ta'zimlarini olishga mushtoq o'g'iljon onamizni tabriklaymiz eng birinchilar qatorida, chunki quvonchlar ko'klarga bo'y cho'zyapti. Yuzlar bilan yuzlashsin Oybek aka, Umid opa necha yillar intiqib, orziqib kutgan kenjasini farzini sizlar bilan nishonlayaptilar. Yaxshi niyat bilan kudandachilik rishtalarini bog'lashibdi. Xayrli bo'lsin. Kudandachilik rishtalari oralaridagi bordi, keldi, mehr muhabbatlari davomli bo'lishiga chin dildan tilakdoshmiz. Kelgan kelinimizni ham qadamlari qutlug' kelgan rost bo'lib, xizmatlari buyursin. Boshlaringdan sochar tillo tangalar, turmush sirrini o'rgatadi yangalar deyshadi. O'rgatdingizmi yanga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ibi. Assalomu alaykum. Yanga. Anna. Birinchi martam bu. Bildik. Siz bilan salomimiz ta'zimlarda yanga. Bu Madaminovlar elda yurtda o'zga yarasha obro' e'tiborli insonlar. Shuning uchun hozir kelin salom bo'lgandan keyin o'zbekona udumlarimizdan ham sal chetlanamiz. Bitta ismi chiqqan insonni ko'nglini shodaylab juft ta'zim qilishimiz kerak edi. To'xtamasdan egiling bugun. Hammasini ko'ngli shod bo'lsin. Zo'r kelin salom bo'lsin. Chokka qilib o'tkazaylik. Bilingizga kuch-quvvat. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Keng dunyoni yaratgan, rizq ro'zi taratgan Allohimga bering. Juft salom. Hammadan ulug' yoshi, ba'di bashar quyoshi, ko'klarga yetsin boshi. Ta'zimlaringizda odam atomiz haq hurmatlarga berasiz. Odam atoni iydirgan, nozi bilan suydirgan momo havomiz ham qolmasin. Xudoning karomati ila payg'ambar bo'lgan, ahli mu'minlarga o'gitlar qilgan, Qur'oni Karimdan saboqlar bergan ikki olam sarvari, ul qodiri Xudo payg'ambarimiz Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni eslaymiz. Ul muborak zotni ham ruh poklariga qayta ta'zimlarda kelin salom qilasiz. Endi azizlar 2 daqiqagina jimlik saqlasak maylimi? Farzandlarni, nevaralarni shunga undab turasiz. Iltimos. Kelin salomni avvalini shu suloladan o'tgan rahmatli marhuma insonlarning nomlarini yod, ruh poklarini shod etishdan boshlamoqchimiz.